Mushuklarni shafqatsizlarcha qiynoqqa solgan erkaklar qamaldi. Erkak trekkerni qasddan sobiq xotini va qarindoshlari ustiga haydadi. Britaniya talantlar shousida ilk bor o'zbekistonlik o'quvchi qatnashmoqda. O'zini ayol sifatida tanishtirib, erkaklardan pul talab qilgan yigitlar nega unday qildi? Bugun qisqa News Digest'da aynan shular haqida gaplashamiz. Toshkent viloyatida mushuklarni qiynoqqa solgan erkaklar qamaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda erkaklar mushuklarni qiynoqqa solib urayotgani aks etgan video tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi holatni o'rganib, izoh berdi. Ushbu voqea 2025-yilning dekabr oyida Bo'stonliq tumani Yangiqo'rg'on mahallasida joylashgan mehmonxonalardan birida sodir bo'lgani aniqlandi. Sud qarori bilan 33 yoshli erkakka nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 111-moddasi hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi. Shuningdek, 30 yoshli erkakka nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 220b-1-moddasi qurolning qonunga xilof muomalasi bilan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Eslatib o'tamiz, hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat uchun qonunchilikda javobgarlik muqarrar. Ma'muriy jazo qo'llanilgandan so'ng bu kabi harakatlar takroran sodir etilsa, jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Toshkentda erkak trekkerni qasddan sobiq xotini va qarindoshlari ustiga haydadi. 26 mart kuni soat taxminan 12:15larda 1999-yilda tug'ilgan erkak Yunusobod tumani Niyozbek yo'li ko'chasida sobiq turmush o'rtog'i 2001-yilda tug'ilgan ayol va uning yonida bo'lgan boshqa shaxslarga og'ir tan jarohati yetkazish maqsadida o'zining boshqaruvidagi Trekker rusumli avtomashinasida sobiq turmush o'rtog'i va uning tanishlari ustiga haydab, qasddan urib yuborgan. Ayol va uning tanishi yengil turdagi turli jarohatlar bilan tibbiyot muassasasiga yotqizilgan. Ma'lum qilinishicha, sodir bo'lgan joydan kerakli daliliy ashyolar rasmiylashtirib olingan va hozirda mazkur holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 25-97-moddasi qasddan odam o'ldirish hamda 277-moddasi bezorilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zini ayol sifatida tanishtirib, erkaklardan pul talab qilgan yigitlar qo'lga olindi. Toshkentda Telegram orqali o'zini ayol deb tanishtirib, erkaklardan pul talab qilgan 5 nafar yigit qo'lga olindi. Ular 18-21 yosh oralig'idagi bo'lib, tanishuvlarni uyga chaqirish orqali amalga oshirishgan. Jabrlanuvchilar uyga kirganida guruh a'zolari ularni haqorat qilib, kaltaklagan va noqonuniy harakatlar qilishini aytgan. Shuningdek, voqeani videoga olib 10 million so'm ham talab qilishgan. Ular so'ralgan pulning bir qismi 5 million so'mni olgan vaqtida huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan ushlandi. Tekshiruv davomida guruh tashkilotchisi ilgari besoqolbozlik moddasi bo'yicha sudlanganligi va guruhga turli sportchilarni jalb qilgani aniqlangan. Hozirda mazkur holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va tergov harakatlari davom etmoqda. Britaniya talantlar shousida ilk bor o'zbekistonlik o'quvchi qatnashmoqda. Hi, Hi, what's your name? my name is Yasmina. I'm 11 years old and I'm from Uzbekistan. O'zbekistonlik maktab o'quvchisi Yasmina Husniddinova Britaniyaning mashhur iste'dodlar shousiga qabul qilindi. Ma'lum qilinishicha, Yasmina bu shouda qatnashayotgan ilk o'zbekistonlik. 11 yoshli vokalist qiz to'rtta hakam oldida eng buyuk shoumen filmidagi Never Enough qo'shig'ini kuyladi. Britain's Got Talent Shows dunyoga mashhur musiqiy loyiha hisoblanadi. Uning hakamlari ham kastingda eng hayratda qoldiruvchi ovozlarni tanlab olishadi. 19-mavsumda hakamlar Yasminaning qo'shig'ini o'rnidan turib olqishlasharkan, qizaloqdagi alohida xususiyatlar ularni lol qoldirganini aytishdi. Masalan, Alisha Dixonning ichki ovozdagi tiniqlik va qo'shiq avjidagi kontrastlarni yoqtirib qoldi. Qolgan hakamlar esa qizaloqning avj pallasida qancha vaqt tura olishini kuzatganini aytishdi. Endi o'zbekistonlik vokalist ushbu shouda boshqa davlatlarning yosh qo'shiqchilari bilan bellashadi. Hafta davomida jamiyatda turli yo'nalishlarda muhim voqealar kuzatildi. Huquqbuzarlik holatlari bo'yicha choralar ko'rilayotgan bo'lsa, iqtidorli vatandoshlarimiz esa xalqaro maydonda yurtimiz sharafini munosib himoya qilmoqda. Eng so'nggi yangiliklarni bilib borish uchun like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Eng so'nggi xabarlar doim Qisqa News'da.